6-qoida. O'rdak bo'lma. Bruce Lee'da bitta gapi bor. Men 10 mingta udarni o'rgangan odamdan qo'rqmayman. Bitta udarni 10 ming marotaba o'rgangan odamdan qo'rqaman degan. Yana haligi 10 ming soat qonuni ham bor. Ma'lumki biz yoshimizdagi odamlar yangi mustaqillik davrimizdagi ta'lim va mehnat sohasi parokanda bo'lgan vaqtlarda o'sdik. Shu sababli ota-buvamizni yigit kishiga 40 hunar ham oz degan maqolaga amal qilib bir nechta hunarlarni o'rgandik. Men o'zim ham 3-4 ta hunarni bilaman, lekin o'rdakka o'xshab bitta hunarni oxirigacha bilmadik. Bilasizlar, o'rdak suzsa ham baliqlardaqa suzolmaydi, uchsa ham burgutlardaqa ucholmaydi, yugursa ham oxulardaqa yugura olmaydi. Shu sababli o'z ishimizni ham mukammal bajara olmaganimizdan butun dunyoda qora ishchi mardikor bo'lib tanilib qoldik. Endi hozirgi 30 yoshdan kichkina odamlarga maslahatim, siz o'rdak bo'lmang. Bitta sohani chuqur mukammal o'rganing. Osmonda uchsiz burgutlardek uching. Suvda suzsiz akulalardaqa suzing. Yerda o'ljizga arslonlardek tashlaning. Biz tushirib qo'ygan obro'ni endi siz tikkalang.